Raqamli akademiyadan gapiramiz. Navbatdagi bemorimiz yetib keldi. Maska taqqanimga e'tibor bermanglar. Va hurmatli chekuvchi grajdaninlar. Mana 1 daqiqa bo'ldi mana. Ko'p chekishning oqibati faqat o'pkaga emas, keysga ham zarar beradi. Mana bu tuproqlarda hali boshlanishi. Tuproq bo'lsa Bitta ichini olaydi, so'ng qaraymiz. Mana. Qo'yamiz. Esluja kesib tashlaymiz sizlarga. Mana buni qarang. Bu kommentlarda qoldiringlar. Necha yil ochilmagan deb o'ylaysizlar. Va bu kompyuterning egasi bizdan xafa bo'lmang. Bizni ogohlantirish bizning burchimiz. Mana to'xtang. Mana shu joyi mazzada bu qarang. Mana qarang, shuni qarang. Voy. O'shaning uchun kompyuter oldida kamroq chekinglar.